Assalomu alaykum jigarlar, bu materialning nomi Skilahos, ya'ni o'tga juda ham chidamli bo'ladi. Bundan tashqari bunisi kile bo'ladi, ya'ni mana qarang, kile. Orqamizda aylanib turgan narsa bo'ladigan bo'lsa, to'lmaydigan kanalizatsiyani, ya'ni stanogi bo'ladi. Shuni yordamida yasashadi. Mana bitta ko'rsating. Ko'rib turganingizdek, bu haqiqatan ham to'lmaydigan kanalizatsiyani yerga ko'mishadi. Bu hech qanaqa tashqarida turmaydi. To'liq ma'lumotni beramiz sizlarga. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Bu videomiz ko'pchilik ko'rishligi uchun bittadan like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu. Salomatmisiz? Salomatmisiz? Vallahi. Rahmat. Aka, rostdan to'lmaydimi? To'lmaydi bu. 100% garantiya beraman, to'lmaydi. Agar to'ladigan bo'lsa, shu odamlar sotib oladigan bo'lsa 100% pulni qaytarib beradi. 100% qaytib berib, o'sha qanday kanalizatsiya o'yladigan bo'lsa, o'sha kanalizatsiyani qilib berib kelamiz. 100% pulni ham qaytib beramiz. Idabobga o'zlari aytganday narsani qilib berib kelamiz. O, mashallah, juda ham yaxshi. Endi bitta ma'lumotini berib o'tsak, qisqacha go'shtli joylarini berib o'tsak, nima deysiz? Xo'p, endi buni aka o'rnatish tartibini tushuntiradigan bo'lsam, xo'p. Mana tayyorini ko'raylik-da. Aha. Bunisidan boshlaymiz. Bunisidan mana tayyor idishimiz 5 tonnalik bu. Bu Qirg'izistonga sotilgan bitta akaga ertaga o'tkazib beramiz, xudo xolasa. Mana yerdan tushish bo'ladi hojatxonaniki. Bu qanday qilib to'lmaydi? O'sha etap aytib bersangiz yaxshi bo'ladi. Hojatxona tushishi bo'ladi. Bu hojatxonaniki. Pajarni xoti bo'ladi. Pajarni xoti. Qachondir pampersmi, salafanmi tiqilib qolsa, tortkizgan. Endi qachonlardir. Pampers to'ladigan bo'lsa, pampers bakteriya yeyolmaydi. Xo'p, bu joy. Mana yerdan bitta oshxonaga ochib beramiz. Oshxona uchun. Addini tashlayman desa, addini kamerasiga tushadi. Bu yerdan chiqish bo'ladi. Bu chiqish. Bu chiqish. Bu yerdan texnik toza suv chiqadi. Keyin atrofiga 100 litr trubada aylantirib drenaj to'qilinadi, yopiq drenaj. U drenajda har 10 sm tangada teshib qo'yiladi. Bundan chiqqan suv o'sha drenajga o'tib, teshiklardan shibonkaga o'tadi, atrofi shibonka bilan to'ldiriladi. Shibonka orqali yerga ketaveradi. To'lmashiga sabab o'zini mana bunday maxsus bakteriyalari bor. Mana qanaqa bu ximiya narsami bu nima? Bu Rossiyadan zavoddan chiqadi, bu garantiyali narsa. Bu tabiiy organikmi, odamga ziyoni yo'qmi? Yo'q, odamga hech qanaqa ziyoni yo'q. Xotirjam qo'lda ushlab nima qilaveradi. Hozir men tushunishim bo'yicha kanalizatsiya deganda ko'pchilik misol uchun to'lmaydigan tualet deb tushunishadi. Ya'ni hojatxona, odamdan tushadigan axlatni mana birinchisi etapi shu deyaptilar. Ya'ni shunga tushar ekan, birinchi bo'lib hojatxonaga ulangani mashinga tushadi. Keyingisi, misol uchun mabodo hojatxonaga pampers, latta, putta tashlaydigan bo'lsangiz, mashindan keyinchalik o'sha nima deydi? Gavnozni tortib Gavnoz mashindan tortish uchun joy. Ikkinchisi, uchinchisi bu joyga, ya'ni oshxonada posуда yuvadigan bo'lsangiz, shuni suvini tortadi. Baydan ochib berishimiz sabab, endi biz musulmonchilikda, o'zbekchilikda to'g'ri kelmaydi, hojatxona mana oshxonanikini qo'shib olish. Buni ichi 3 ga bo'lingan bo'ladi. U yog'iga hojatxona tushadigan bo'lsa, addinni kameraga oshxona tushadi. Alohida tushadi. Oxiri bu hojatxonani suvi bayga kelib, texnik suv bo'lib qoladi. O'sha suvi qo'shiladi oshxonani yog'lamasiga. Suv tushib, keyin ba'dan misol uchun drenajga ulab qo'ysa ham bo'ladi yoki bir ariq ulab qo'ysa ham bo'ladi. Ariq ulab qo'ysa ham bo'ladi. Oddiy suv chiqadi. Mana videoda ilojim boricha ko'rsatib o'tib ketamiz videolar. Bundan chiqayotgan suvni. Xo'p, qarang, ba'dan tushayotgan suvni misol ariqlarga, biror joyga, misol soyga qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, soylar qanaqadir sasib hidlanib ketmaydimi? 100% hidi yo'q bo'ladi. Hidi yo'q bo'lishiga mana shu bakteriyamiz sabab. Bu narsa qanaqa holatda ishlab beradi bu? Nima qilish kerak buni ishlashligi uchun? Buni ishlatish tartibi 4 litr suv olinadi idishda. 1 piyola shakar qo'shib, shakarni eritib, bakteriyani solinadi. 7 soat, 8 soat salqin joyda saqlab, keyin kuyarilaveradi. Bu shakar solishda sababi nima bunga? Bu tirik narsa bu. Tirik narsa uxlatilgan. Rossiyadan zavoddan chiqqan, o'zimiz ishlab chiqargan emas. Uxlatilgan narsa bo'lib, shakarli suvda uyg'onib oladi bu. Keyin yaxshi ishlaydi bu. 1 soatda hidini yo'qotadi, 3 kun, 4 kunda reaksiyaga kirishib, axlatlarni yeyishni boshlaydi, 6 oyga deb yashaydi bu. Mana idishning ichida. Demak, ichidagi bakteriya shirin suvga uyg'onar ekanda. Hozir uxlatilgan bo'lsa, shirin suvga uyg'onadi. Shunday. Demak, shirin suv solmasa reaksiyaga kirishmaydi bu narsa. Kechroq kirishadi. 10-15 kundan keyin kirishadi. Demak, bu bakteriyaning vazifasi odamdan tushgan axlatni yeb, parchalab suvga aylantiradi. Parchalab suvga aylantiradi. Mashalloh, juda ham yaxshi. Garantiya beryaptilar, xudo xolasa, akalar. Qanaqadir
ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlari tushuntiradilar, hammasini nima qilib beradilar. Keyin bundan tashqari bu narsani yerga ko'masiz. O'zingiz ko'mib berasizmi buni? Borib o'rnatib berasizmi? Vodiy, O'zbekiston bo'ylab, Esengi davlatlar bo'ylab hamma yerga dastlabki montajimiz bor. Meni bolalarim olib borib, ko'mib, tochkalar chiqarib berib keladi. Ayda endi oladigan odamni qilib beradigan ishi razmerini aytamiz, joyda kovlatib berishadi. Shibyonkasini olib berishadi, truba ketadi 15-20 metr. Shularni olib bersalar, meni bolalarim olib borib, o'rnatib, tochkalar chiqarib berib keladi. O'zbekistonning xohlagan joyiga. Xohlagan joyiga bor. Misol uchun qarang. Bu qanaqa oilaga nechta, misol uchun bitta ro'zg'orda 7 ta, 8 ta, 10 ta oladigan bo'lsa, yetadimi mana shu? Bu asli bitta oilaga mo'ljallangan 12 tagada bo'lgan odamga yetadi bu. Bunga razmer kerak bo'ladi. Eni 2, uzunligi 4 metr. Chuqurligi ham 2 metr joyda kovlatib berishadi. Bitta oilaga nech pul bo'ladi hozir narxi? Vodiyga 8 million, Toshkent vohalarga 9 million so'mdan qilib beradi. Ya'ni voha Toshkentga 1 million qo'shiladi. Qo'shiladi. Dastlabki montaji o'shani ichida. Xo'p, bu kattasi qayerga o'rnatiladi? Kimlarga o'rnatiladi? Bu kattasi ikkita oilalarga, aka-ukalar yonma-yon yashaydigan bo'lsa, bir joyga qo'yishadi, yetadi. Bu 5 tonnalik. Buni hozir Qirg'izistonga o'tkazib yuboramiz. Endi bu akalar bu narsani o'rnatishning sababi ko'p joylarda kanalizatsiya yo'q bo'lganligi uchun, misol uchun hadeb to'lib qolaveradi. O'shaning hisobiga bu narsani o'rnatadigan bo'lsangiz, umuman bu narsani muammosi bo'lmaydi. O'shaning uchun biz hozir Namanganning qayerga kelganmiz aka? Namangan tumani Toshbuloq shaharchasi. Toshbuloq shaharchasi kelganmiz. Endi kattaloq tashkilotlar, xususiy bog'cha, klinika, shunga o'xshagan joylarda misol uchun kanalizatsiyasi yo'q deylik. Hozir ko'payyapti chekka joylarda ham. Bu qanaqasi? Kimlar o'rnatadi kattasini? Toshkentga Chorvoqqa tayyorladik. Xudo xolasa bitta o'rnatamiz. Qanaqa joyga o'rnatasiz buni? Sanatoriyaga bo'lyapti bu. Sanatoriyaga. 30 tonnalik. 30 tonnalik. Odam soniga qarab, kunlik rasxod suviga qarab tonnasini aytib o'rnatib beraveramiz. Telefon qilayotgan odamlar faqat rostini aytish kerak. Rostini aytishsa, 100 ta odam bo'lsa 100 ta odam yoki 500 ta odam bo'lsa 500 ta. O'shanga qarab turib buni hisob-kitobini qiladi. Maksimalnisini aytishlari kerak. Keyinchalik 1-2 yildan keyin odam ko'payadigan bo'lsa, uni ham hisobga olish kerak. Menda 100 ta odam bor, 100 taga o'rnatib ber deb, 1 yildan keyin 200 ta odam bo'lib ketsa, bu usbet qilmay qoladi. Usbet qilmaydi, to'g'ri. O'sha to'g'risini aytib bersa, tonnasini chiqarib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Muammo bo'lmaydi. Juda ko'p joylar qo'yganmiz bunga, katta joylarga. O'zi bu texnologiya qayerdan kirib kelgan o'zi? Bu texnologiya Yevropeyskiy, bu Rossiyada o'zimiz ashada zavodida yurib, o'rganib kelganmiz. Hozir endi o'zimizda 5 yildan o'tdi o'zimizda boshlaganimizga. Juda ham yaxshi. Endi narxlar nech puldan boshlanadi? Eng arzonidan boshlab? Narxi eng arzoni 2 tonnalikdan boshlanadi. 2 tonnalikda bitta hojatxona yo'g'olsa baniyani o'ziga ulanadi. Hamma rasxod to'lab bo'lmaydi. Vodiyga 6 million, Toshkent vohalarga 7 million. 3 tonnalik o'sha aytdim 8 million, 9 million. Bir kattalarni kelishamiz endi. Joyiga qarab, odam soniga qarab, mana kattalarini. Sizga asosan qanaqa odamlar telefon qilib menga o'rnatib bering deyapti? Asosan 1 metr, yarim metrda zak chiqadigan joylar bor. Bu yerlar kolodis tashab bo'lmaydi. Kolodis tashalsa bir kunda to'lib qoladi u kolodis. To'lib qoladi, suv chiqadi, suv chiqadi. Shunaqa joylarga zo'r bo'ladi bu. Bu suv chiqsa ham kovlab berishaveradi. Biz olib borib ishlatib beramiz 100%. Suvni ichida tursa ham ishlamaydi. Suvni ichida tursa ham ishlaveradi. Buni ichiga suv to'lib qolmaydi. Suv to'lib qolmaydi buning ichiga. Demakki, buni yerga ko'mgandan keyin tepasi ko'miladi, tepadan bosim bo'lib turgani hisobiga zak suv tepaga qarab yurmaydi, pastga qarab yuradi. Shuning uchun bu ishlaveradi. Misol bu qanchalik og'irlik ko'taradi? Mana shu yerga ko'mib qo'ysangiz. Hozir mana shu narsani yerga ko'mib qo'yadigan bo'lsam, libboy texnika to'la yuki bilan ustidan o'taveradi, garantiya bor. Sinib ketmaydi. Sinmaydi. 100 yil turadi yer tagida. 100% ga nima berasiz? Garantiya berasiz. Garantiya beraman. Necha yilga deyishsa, o'shancha yilga garantiya beraman. Ishlashni. Nima bunaqa garantiya berishing sababi nima? Bu qanaqa material bo'lganini hisobiga unaqa deyapsiz? Bu zanglamaydigan, chirimaydigan, shisha tolali, oddiy qilib tushuntirganda, mashinani kapron baloni bor-ku, hozir chiqarib tashladi. Xuddi shunaqa kapron balondaqa material bu. Chirimaydi. Chirimaydi bu. 100 yildan keyin shuni yer tagidan olib, boshqa yerga olib borib, o'rnatib ishlataveradigan narsa. Maşallah, juda ham yaxshi. Demak, 8 million so'mdan boshlanib, TV qarab chiqib ketaveradi. TV qarab chiqib. O'zbekiston bo'yicha o'rnatish bepul. Faqat o'sha
kran planlarni olib kelib berishadi. Bolalar o'zlari sizni ishchilaringiz kelib nazorat qilib, o'rnatib, bu qilib berishadi. Sharoitini qilib berishsa bo'ldi. Sharoit, ya'ni qilib berish, texnikasini. Texnika qilib berib, joyini kovlatib, shibonka trubasi shu. Ortiqcha narsa ketmaydi, beton kuyilmaydi bunga. Atrofiga shibonkamni o'raladi bu. Beton qo'shadigan bo'lsa, mabodo zarar ham qilmaydi. Keyin yana qanaqa joyga bo'lmaydi? Hali yerda kavlaganda qattiq shoq joy deydi-yu, unaqa joylarga bo'lmaydi bu. Yana bitta narsa, bu biznesni o'rgatasiz hammi? Misol uchun bizni qo'shni esingi davlatlardan ham ko'rishadi, Voha, Toshkent, O'zbekistonda hamma joydan ko'rishadi. O'rganmoqchi bo'lganlar uchun o'rgatasiz. Telefon qilishsa o'rgatamiz, olib borib, stanovlarni qilib, bir oy, bir yarim oy ashada yurib, o'rgatib, o'zlariga kelamiz. Qozog'istonda ikkita filialimiz bor. Hozir ishlayapti, zo'r ishlayapti. Telefon qilishsa qilib beraveramiz. Hozir Qirg'izistonda muammo bo'lyapti. Har 2 kunda bir Qirg'izga o'tkazyapmiz-da buni. Qirg'izdan ham telefon qilib o'rgatib qo'y deysa, kelishamiz, o'rgatib qo'yamiz. Hozir zakaz qilishadigan bo'lsa, qanchada ishlarni bitirib berasiz? Xonadonniki bo'ladigan bo'lsa, mana tayyor idishlarimiz bo'ladi bizni. Xonadonniki. Santexniklarimiz vaqtiga qaraymiz, 1 kun, 2 kun yo'q buyog'ida o'rnatib beramiz. Tashkilotlar bo'lsa, tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilishadigan bo'lsa, uzab kelsa 1 haftada olib borib o'rnatib beramiz. Nechta tonnalik desalar. Qizig'i yo'q uni. Xudo xolasa. Demak, esingi bo'yicha ham bor ekan, undan tashqari O'zbekistonga ham xohlagan joyingizga umuman tanlamay, tuproq, asfalt yetib bormagan joylarga ham qilib berishadi. Asosan bu narsalar chekkaroq joylar uchun qilinganlar. Kanalizatsiyasi yo'q joylar. Kanalizatsiyasi yo'q joylar uchun. Ekranda akamizning nomerlarini qoldiraman, bemalol telefon qilib, ma'lumot olib, bu bakteriyalarni sotishadi. Bemalol telefon qilasizlar, ishlarni bitirib berishadi. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qolasizlar degan umiddaman. Aka rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar.